Tarixda ismi bizgacha yetib kelmagan, lekin Alloh uning hayoti va fidokorligi orqali butun ummatga xayrli iz qoldirdi. U Imom al-Buxoriyning onasidir. Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy. Otasi haq yo'lida tarbiya bergan, lekin afsuski, erta vafot etgan. Onasi yolg'iz boshi bilan farzandlarini katta mashaqqatlar ila tarbiya qiladi. Ismoil al-Buxoriy bolaligida ko'z nuridan mahrum bo'ladi. Onasi uni davolash uchun o'sha davrning mashhur tabiblariga murojaat qiladi. Ammo barchasi ojizligini bildiradi. Bu ayol Allohning hikmatiga taslim bo'ldi, ammo duo va umiddan to'xtamadi. Kechalari ibodatda, kunduzlari ro'za bilan, ixlos va tavozu bilan Allohdan shifo so'radi. Duolarida agar o'g'liga ko'z nuri qaytsa, uni Alloh yo'lidagi ilm va xizmat